Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Masjidi G'omama masjidi Madina Munavvarada joylashgan. Masjidi Nabaviyni janubiy g'arbida Masjid Nabaviyni Babus Salom eshigidan taqriban 500 metr uzoqlikda joylashgan. Masjidi G'omama. G'omama o'zi bulutli degani, bulutli masjid degani. Bunday nomlanishligi o'sha Madina Munavvarada yomg'ir yog'masdan qahatchilik bo'lganda sahoba ikrom radhiyallohu ta'ala alayhim ajma'inlar bilan birgalikda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aynan mana shu masjidda Allohga duo qilib yomg'ir so'raganliklari. Sahoba aytadi, duoga qo'limizdan ochishligimizdan avval osmonda bironta bir bulut yo'q edi. Duoga qo'lni ochishligimizga Madina Munavvara osmonini bulut qopladi va soqollarimiz, eginlarimizgacha qo'l bo'ldi, yomg'ir yog'di. Aynan mana shu Masjidi G'omama. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu masjidga tez kelib turardilar, namoz o'qirdilar. Va o'sha umrlarining oxirgi paytda Aid namozini o'qiganliklari ham tarixda ma'lum. Lekin mana qora tosh bilan vaqti-vaqtida ta'mirlangan avvaldan shu. Hozir kech bo'lganligi uchun eshik yopib qo'yilgan mana Masjidi G'omama. Buni atrofida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu masjidlari ham bor. Albatta umraga keladigan azizlarimiz Madina Munavvaraga kelsa albatta shu joyi ziyorat qilishsa ehtimoldan xoli bo'lmaydi. Masjidi G'omama bo'lsa ana shundan taqriban bir 50 metr 100 metr atrofi Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala alayhi ajma'inna masjidlari. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu masjidlari. Ham ajib. Hozir kech bo'lganligi uchun bu ham yopib qo'yilgan, berkitib qo'yilgan. Albatta ziyoratchilarimiz kelishsa bu joyni ham ziyorat qilishsa ajib bir Hada masjid Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni masjidlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.